Respublikamizda dolzarb 30 kunlik yong'in xavfsizligi oyligi boshlandi. Oylik davomida kuchaytirilgan tartibda yong'inlar sonini kamaytirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi mutaxassisi mazkur tadbirda aynan nimalarga urg'u berilishini aytib o'tdi. Dolzarb 30 kun tadbiri davomida bozor, yirik savdo majmualari, o'ta muhim toifalangan iqtisodiyot obyektlari, yozgi dam olish va sog'lomlashtirish mavzusida oromgohlar, sanatoriyalar hamda boshqa dam olish sog'lomlashtirish maskanlarida yong'in xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan profilaktik tadbirlarni amalga oshirish, o'rmon fondi obyektlarida yong'inlardan qo'riqlash, uy-joy fondi obyektlarining yong'in xavfsizligini ta'minlash masalalari asosiy yo'nalish etib belgilangan. Ushbu tadbirda nafaqat Favqulodda vaziyatlar vazirligining kuch vositalari, balki barcha vazirlik idoralar hamda keng jamoatchilikni jalb etgan holda yong'inlarni oldin olishga qaratilgan targ'ibot va tashviqot ishlarida aholi orasida tushuntirish ishlariga safarbar etadi. Ushbu tadbirni o'tkazishdan asosiy maqsad ro'y berishi mumkin bo'lgan yong'inlarni oldini olishga qaratilgan.